Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Birin-ketin barcha terma jamoalarning Jahon chempionati uchun yakuniy tarkibini e'lon qilishda davom etamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionati guruh bosqichi birinchi turidagi raqibi Kolumbiya terma jamoasining mundial uchun yakuniy tarkibi ham e'lon qilindi. Bosh murabbiy Nestor Lorenzo tarkibga quyidagi futbolchilarni jalb etgan: darvozabonlar Camilo Vargas, Atlas, Meksika; Alvaro Montero, Vélez Sarsfield, Argentina; David Ospina, Atlético Nacional, Kolumbiya; himoyachilar Davinson Sanchez, Galatasaray, Turkiya; John Luchumi, Bolonia, Italiya; Yerry Mina, Cagliari, Italiya; Willer Ditta, Cruz Azul, Meksika; Daniel Munoz, Crystal Palace, Angliya; Santiago Arias, Independiente, Argentina; Yohan Moisa, Mallorca, Ispaniya; Delver Machado, Nantes, Fransiya. Yarim himoyachilar Jefferson Lerma, Crystal Palace, Angliya; Juan Parrilla, Paranaense, Braziliya; Richard Rios, Benfica, Portugaliya; Kevina Castaño, River Plate, Argentina; Gustavo Puerta, Racing, Ispaniya; John Arias, Palmeiras, Braziliya; Jorge Carrascal, Flamengo, Braziliya; Juan Fernando Quintero, River Plate, Argentina; James Rodriguez, Minnesota, Amerika Qo'shma Shtatlari. Hujumchilar Luis Diaz, Bavariya, Germaniya; Hamilton Campas, Rosario, Argentina; Andres Gomes, Vasco da Gama, Braziliya; Luis Suarez, Sporting, Portugaliya; John Cordoba, Krasnodar, Rossiya; Cucho Hernandez, Betis, Ispaniya.